Ushbu video ishsiz aka-ukalarimiz uchun. Nurli To'lqin Holding kompaniyasini Amerikadagi emas, Jizzaxdagi filialiga ishga olamiz. Oylik maoshiga keladigan bo'lsak, eng kamida 7 million, 8 million, buyog'i o'zingizga bog'liq, qancha ko'p ishlasangiz, shuncha 10 milliondan tepa 15 milliongacha oylik olayotgan aka-ukalarimiz bor. Bizga hozirgi kunda C va E kategoriyadagi haydovchilar kerak. Do'stlar, mana shu toychoqlarning hammasiga haydovchilar kerak, yaxshi haydovchilar. Harakatni boshlaylar. Nurli To'lqin Gigant Holding kompaniya O'zbekistonimizdagi eng zo'r ishlab turgan korxonalarning top 3taligiga kiradi. Omadini bersin. Nurli To'lqin Holding kompaniyasining rahbarining egasini otasiga rahmat, chunki hozirgi kunda juda ham ko'p shofyorlarimizni, ishsiz shofyorlarimizni ish bilan ta'minlab turibdi. Sardor, gazini bosing uka, butun dunyo sizga qarshi chiqqanda ham hamma shofyorlar siz tomon bo'ladi.